Assalomu alaykum. Bu datchik nima datchik? Spark koreyskiy motor Sparkda suv datchigi bo'ladi. Bu datchik o'lsa nima bo'ladi? Bu datchik o'lsa birinchi o'rinda suv qaynab ketadi. Ikkinchi o'rinda gazi qaytmay qoladi, gasovat bo'lib ketadi. Yokida ventilyatori umuman o'chmay qoladi. Avtomobil yurishi bilan постоянно ventilyator ishlab qoladi. Qizisa ham, sovisa ham farqi yo'q bo'lib qoladi. Buni qanday bilsa bo'ladi? Buni kompyuterda diagnostika qilib ko'rib bilsa bo'ladi. Hozir men sizlarga qanday qilib ko'rishni ko'rsataman. Skanmatik orqali Sparkda 1 motoriga, koreyskiy motor Sparkga переменный и ошибкasiga kiramiz. Ошибкasini ko'ramiz. Mana suv datchigi отказ qilgan deb ko'rsatyapti. Endi переменныйda ana 77, 82, 79 o'ta katta ransida o'ynayapti. Bunaqa bo'lmashi kerak o'zi asli. Bir-bir ko'tarilib, bir-bir tushishi kerak. Mana ko'rganinglardek o'ynayapti. Temperaturani gradusi. Suv datchigi aldayapti. Suv datchigini almashtirdik. Almashtirgandan keyingi holat. Mana ko'ramiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ldi. Ошибкamiz ashashi. Переменный mana 80 gradusda turibdi, 89. Bu bir-bir bo'lib ko'tarishi 81, 82 bo'lib ko'tarilishi kerak. Koreyskiy motor Spark mashinalarida juda ko'p bo'ladi. Kimga shunaqa elektrik xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Elektrik hamma ishlarni qilamiz. Signalizatsiya qo'yish, sentr zamoy, kompyuter diagnostika programma.